5 yil bo'ladi hijobga kirganimga deyapti. O'sha hajga borib kelgandan keyin hijobga kirgan ayol. Go'zal ayol. Agar erimni rashk qilmasam, agar erimni kuzatmasam, boshqa ayol olib ketadi degan. Boshqa ayol olib ketib qoldi. Bir ayol keldi, oldimga o'zini taqdiri haqida gapirdi. Turmush qurdi, 20 yil bo'lgan ekan va 20 yil ichida u turmush o'rtog'ini har doim rashk qilar ekan. Shuncha umr kechirdik va birgalikda hajga bordik. Hoji bo'lib qaytdi. Endi xiyonat qilmaydi. Endi rashk qilmasam ham bo'ladi dedimda, qo'yib yubordim deyapti. Urushgan odamlar shu hoji aka deb oldilariga kelib maslahat oladi deyapti. Hoji aka maslahat bering, xotinim bilan kelishmayapman. Hoji aka maslahat bering, erim bilan kelishmayapman. Hammaga maslahat berib turar edi va men butunlay turmush o'rtog'imga ishonib kuzatmay qo'ydim va bir kuni xiyonatini ustida o'sha ayol bilan uchratdim. Aynan xiyonat ustida ushlab oldim deb ayol yig'lab gapiryapti. Endi u ayol aytayaptiki, nima qilishni bilmayapman deyapti. Bu ayolga bir tavsiya berdim. Nima qilishni bilish shart emas. Buning sababini o'rganib chiqing dedim va biz birgalikda sababni o'rganib chiqdik. Sababini tushuntirib berganimdan keyin u anglab qoldi. Ha, men unga bola kabi ehtiyot bo'lgan ekanman-da deb qoldi-da. Ana o'shandan keyin o'zini programmasini o'zgartirdi. Eriga nisbatan tasavvurlarini, fikrlarini, xayollarini o'zgartirdi va hammasi joyiga tushdi.